Chaqalog'ingizda sariqlik bor yo'qligini bilmayapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga sariqlikni uy sharoitida qanday qilib aniqlashni o'rgataman. Bu shkala Kramer shkalasi sariqlikni 5 ta darajaga bo'lib o'rganadigan shkaladir. Sariqlikni aniqlash uchun chaqalog'ingiz terisiga barmoqlarimiz bilan bosib ko'ramiz. Agar barmoqni olganimizdan so'ng sariq iz qoladigan bo'lsa, boshqa zonani tekshiramiz. Xuddi shu usulda. Birinchi daraja asosan yuz sohasigacha bo'ladi va bunda bog'lanmagan bilirubin miqdori 80. Ikkinchi daraja bu qorin sohasigacha bo'ladi va bunda bilirubin miqdori 150. Uchinchi daraja tizzalarigacha bo'ladi va bunda 200 hisoblanadi. To'rtinchi daraja bu xavfli hisoblanib, bunda asosan qo'l, oyoq uchlarigacha sarg'ayish yuzaga keladi. O'zi o'tib ketadigan fiziologik sariqlik asosan ikkinchi darajagacha, ya'ni 150 gacha norma hisoblanadi hamda 14 kun ichida o'tib ketadi. Sariqlikni o'z vaqtida davolamaslik og'ir nevrologik asoratlarga, hattoki falajlik holatiga ham olib kelishi mumkin. Bunday holatlarni oldini olish uchun esa tezroq bolajoningiz bilirubinni qon olmasdan, qiynamasdan tekshirtirishni boshlang. Buning uchun bizga mana bunday apparatlar yordam beradi. Va minglab ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan xavfsiz fototerapiya usulini pediatr sifatida tavsiya qilaman.